Mana bu optim budjetchilar hisobot bo'linglar. Yosh bolalarni aldab pulga o'rgatyapti. Qizil kiyimli. Optimga SMS otdimi? Optimga. Ha? O yosh bolaligini bilasanmi? Ha. Nima bundan haqqing bor sen bundan talab qilishga? Ota-onasining nomida bu. Ovoz bersa pulini beraman, nima ba'zi. Harom pulingni ko'tingga tiqib olgin. Omalaring harom bo'ladi. Shu gapni ayting. Qaysi biri? Mana shu bolami? Nima video oldi men? Nima video oldi? Nima haqqingiz bor? Qaysi mana shu bolami? Mana shumi? Nima bundan? Nima bunga pul berding? Pul bergan. Bunga ovoz berdi bu. Nimaga ovoz beradi? Bu yoshi nechida bilasanmi? Zava o'rtoqlar bilan. Yoshi nechida bilasanmi? Necha yoshdan keyin ovoz berish haqqi bor bilasanmi? Siz nima haqqingiz bor? Ber pulini. Sali qilayotgan ishlaring noto'g'riligini bilmayapsan o'shaning uchun. O'sha ko'tingizga tiqilgan o'sha. Pulini tiqib olgan ko'tingga, tushundingmi? Yo'q, Kim bergan bunga? SMS, buni telefon nomeri meni nomimda, tushundingmi? Nafsoniyatimga tegan gap qaytaring. Nimani qaytaring? Nimani qaytaring? So'kinga gap. Manmi? Okey. Topgan pullaring harom bo'ldi. Men berdim. Nimaga deganda menga qara. Yosh bola, So'kinganingizni qaytar. Men bundan ovoz olganim. yosh bolada, sen ana yosh boladan SMS ovosan sen. Xo'p, siz menga so'kinganingizni gapiring. So'kinganingizni gapiring. Qaysi so'kinganim? Nima dedim? Nima dedim senga? Men sana so'kkanim yo'q hali. Tekin gapingizni gapiring qaytar. Nima dedim? Nima video olyapsiz? Nima olmayman? Nima olmayman? Yosh bolani lo'q qilib bitmasa olsin. Maktab o'quvchilariga vashi temalar. 1-2 qilaman. Ketasiz. Qil. 10 akila to'laysiz. Qil. Menga qara. Yosh bolaga, menga qara. SMS olsam bundan? Yosh bola-yu bu. Ovoz berishga haqqi yo'q bularni. Sen olishga haqqing yo'q bularni. Video olishga. Haqqim yo'qmi? Nimaga haqqim yo'q? Nimaga haqqim yo'q? Sen yosh bolalarni yo'q qo'ysan. Jam turing. Yosh bolalarni aldab bizni chaqiring. Jam turing. Birinchi o'zingiz ketasiz. Birov video olayotgan. Bo'ldi. Davay chaqiring. Mana shu aldayotganlarni ko'ryapman. Yosh bola mana no'q qilib SMS'ini olib, qo'liga pul beryapsizlar. Nima haqlaring bor meni bolalarga pul berishga sizlar? Bu voyaga yetmagan bu. Ben şantaj qilmayapman. Şantaj qilmayapman. Şantaj qilyapsiz. Şantaj emas. Sen aqlingni ishlatgin bola. Sen birovning haqqini, meni bolamga pul beryapsan, buni SMS'ni meni nomimda. Ertaga, eshitib, meni isbot bo'lish uchun. Ertaga bunga birtasi keladida, men senga 50 ming beraman, SMS olib ber desada, nomimga kredit olsa, nima qila olasan? Maktabga o'quvchi olib, popim budjetga ovoz bersa nima qila olasiz? Men o'qituvchiga men beraman ovoz. Tushundingmi? Lekin bu bermaydi. O'qituvchilar. Men Videoni o'chiring. menga telefon qilib, Videomni o'chiring. Mani videomni Joy tartibni yosh bolaga bermalar. Kerakmi? Kim berdi? Ovoz men olmayman ham kerakmi? Men popkorn sotaman. Kim berdi senga pulni? Ovoz olyapti ekanda. Kim Ovoz ol. keldi? Ko'rdingmi? Javob bera olmaysanmi? Isbotlab bera olmaysan. Ertaga Yuzma pulni. meni nomimga kredit olib qo'ysa, sen keyin javob bera olmaysan buning uchun. Tushundingmi? Men to'lab yuraman keyin uni. Birovga SMS berish mumkin emas. O'shaning uchun yosh bolalarni o'rgatmalaring harom ishga. Buni aytmasa bo'lmaydi. Hozir hamma yosh bolani o'sha olsalar, maktab o'sha yosh bola degansiz o'qituvchilar majburlar. o'qituvchilar menga telefon qildi, optim budjetga ovoz berib olinglar deb. Chosam, shuni o'rtoqlariga ham telefon qilmaslidirmi bo'lyapti. olmaydi. Yosh bolada Rezoniyat modda bilan jamoatdagi tartibni buzganligingiz uchun ketasiz. Birinchidan, ikkinchidan videoga olganingiz uchun ketasiz. yosh bolalarni yo'ldan urayotganingga tiqvormang hozir. Aka, siz nafsoniyat tegan uchun Men seni nafsoniyatingga tegadigan gap gapirganim yo'q. deb gapirmang bo'lmadi. So'kinmay gapir. Pullaringni tiqib olgin. Sizga aytib beraman. 183 mayli bezor. Ketasiz. Yosh bolalarni aralashtirmalar. Maktab o'quvchilarini aralashtirmalar. Menga noto'g'ri chiqib ammo ovoz olmayman. Men popkorn sotaman. Kelib turib menga tashlayapti. Kim? Ovoz olyapti. Mana akalaringga uchradi. Ko'rdingmi? Yolg'on gapirishni ko'rdingmi? Mana pulini olib ketdilar. senga tuhmat qilyapti hozir. Agar sen rost gapirayotgan, to'xtang. Agar sen rost gapirayotgan bo'lsang, bu tuhmat qilyapti hozir, tushundingmi?
Asqarman ot. aka bolani ko'chada urishni, ayni bilan o'qishda urishni yoki bolani ko'chada urishni. Просто obro'sizlik. Yo'q, gap unda emas. Bu bilsin xato qilayotganini. Men bilan ham bilsin. Yosh bolada ovoz olmalaring. Qo'liga pul bermalaring. To'g'risi, g'alati ish qilyapsizlar. Hammani sotqinlikka o'rgatyapsizlar. Ertaga buni ota-onasiga birov keladi, 50 ming beradi. Tartibni buzayotganmi? Tartibni buzyapsizlar. Mayda mizonli, ketadi, o'na kelib qol. Chaqir. Maktab o'quvchilar aralashtirmalaring. Kerak emas menga harom pullaring. Birovning haqqini beryapsizlar, sizlar birovga ovoz olib beryapsizlar xolos. Tashayapsizmi? O'g'lim qani ko'rishdi. O'zi yaqinda suraylan chiqqanman-da. Tirikchilik qilib yuribman, kambag'al odamman. Menga meni evrichitni qilmay kelib olib. Menga palimoni poq qo'yadi. Men to'g'ri gapiryapman sizga. Men qilganim yo'q. Ko'rdingmi? Siz noto'g'ri so'zlaysiz. Men ularni urib tushirib, menda ham yo'q. Nabarat uzr so'rab ketishdi. Siz menga tashab Qara, ketyapsiz. ertaga yana bittasi keladi, boshqasini ota-onasi keladi, seni ko'rsatadi, anuni ko'rsatadi. Sen to'g'ri gapiring kerak. Men kelib asabiylashman. Bu o'g'lim kelib, o'zim vujudga ovoz berdimda 15 ming so'm ko'tarib kelyapti. O'rtalar bilan kelib balachalar olyapti, kulyapti. Mumkin emas. Salla qotgan ishlaring halol. Kelib ovoz olasiz deyaptilar. Mashimidi? Ben pul vermedim sana. Lekin ular kaman ketishganda, aka sizlar nomerini bergandilar. Nomerini o'shaga berdi. Yo'q, nima nomer berasan sen? Umuman nomer bermaydi. Bu yosh boladan foydalanyapti. Men bu yerda hamma studentlar, bu yerda ko'rding, hamma ovoz berayotganlar, pul olayotganlar. Anaqaniki. Maktab o'quvchilari emas. Maktabda prezident aytgan ekanda, biz maktabga agar 3000 ta ovoz yig'sa deyaptilar. Anaqa o'shanda, anaqa maktab bilan yengina beraman, kuchliroq qilib beraman dedi. Deyilgan ekan, o'shanga biz maktabga ovoz berdik. Ya, maktabga ovoz berish boshqa. Bular maktab, sen o'zingni maktabingga beryapsan. Bular kimga ovoz yig'ayotganini o'zi bilmaydi. Tushundingmi? Keyin bo'ling, maktab o'quvchisidan olishga haqqi yo'q bularni.